Respublikamiz bo'ylab Oliy Majlis Senati ishchi guruhining o'rganishlari davom etmoqda. Navbatdagi manzil Xorazm viloyati. O'rganishlar doirasida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashining navbatdagi majlisida hududlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish chora-tadbirlari muhokama qilindi. Hozir shu haqda. Hazarosib tuman hokimligi binosida bo'lib o'tgan majlisda milliy va hududiy kengashlar a'zolari, xalq deputatlari, Xorazm viloyat va tuman shahar kengashlari deputatlari, viloyat hokimi, vazirlik va idoralar rahbarlari, yoshlar parlamenti a'zolari hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Kun tartibi doirasida viloyatda korrupsiyaga qarshi kurashishda tizimli, qat'iy va ochiq mexanizmlarni joriy etish zarurligiga e'tibor qaratildi. Kuni kecha prezidentimiz boshchiligida tanqidiy ruhda bo'lib o'tgan yig'ilishda korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida mavjud kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Poytaxt misolida aks ettirilgan mazkur muammolar butun respublika uchun dolzarb ekani ta'kidlandi hamda uyushgan jinoyatchilik, narko va kiberjinoyatlar hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda poytaxt namunasi asosida yangi samarali tizim yaratish vazifasi belgilandi. Joylardagi inspektorlarning ishi, joylardagi ichki ishlar xodimlarining ishi mana bu yettilik bilan birgalikda chambarchas bog'lanib, xotin-qizlar bo'yicha, yoshlar bo'yicha tinimsiz ishlar olib borish kerak. Har bir xonadongacha yetish kerak. Shaffoflik, raqamlashtirish, mana shu sohalarga ko'proq e'tiborni qaratsak, oldini olgan bo'lar edik deyman korrupsiyani. Men viloyatda mana shu korrupsiya va xavfsizlik masalalari bo'yicha kengashda doimiy komissiyaning raisiman. Bizlarga ham alohida vazifalar yuklatildi. Ko'proq joylarga chiqib o'rganish, bu bo'yicha bartaraf qilish masalalari oldimizga vazifa qilib qo'yildi. Respublika ishchi guruhi shuningdek viloyatda ijtimoiy-iqtisodiy holat, xavfsizlik va aholiga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Urganch tumanida yaqinda ishga tushgan sut mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan xususiy korxona faoliyati o'rganildi. Bu yerda 100 ta ish o'rni yaratilgan bo'lib, 50 dan ziyod sut mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 6 million AQSh dollari, eksport hajmi esa 2,5 million AQSh dollarini tashkil etadi. Urganch shahar hokimligi binosida joylashgan yagona axborot tahliliy va monitoring markazida shahar hayoti bilan bog'liq jarayonlar real vaqt rejimida kuzatilib, favqulodda vaziyatlar, jamoat xavfsizligi va kommunal tizimlar holati tahlil qilinadi. Xususan, Urganch aqlli shahar loyihasining joriy etilishi, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda profilaktik tadbirlarni tashkil etish hamda jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan amaliy loyihalar taqdim etildi. Ishchi guruh a'zolari, xalq deputatlari Urganch shahar kengashi faoliyati bilan ham tanishdi. Deputatlar o'z faoliyatlarida deputatlik so'rovlari, fuqarolar murojaatlari bilan ishlash hamda ovoz berish jarayonlarida raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan to'liq va samarali foydalanishlari zarurligiga e'tibor qaratildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining Xorazm viloyat boshqarmasiga topshirilgan yangi zamonaviy binoda yaratilgan sharoitlar ham ko'zdan kechirildi. Markazda aholiga qulay xizmatlar ko'rsatish, ehtiyojmand qatlamlar bilan samarali ishlash va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratilgani qayd etildi.